Yaxshimi do'stlar, mushu Mogo lag'man chiqaradigan oshxonalar bakla ozayib ketibdi. Sizmi menga o'xshash ancha-muncha bu tanni seg'inib tursangiz, videoni ko'rgach uyingizni sinab yiqing. Avval azroq shenjovni issiq suvda chilib olamiz. Orqadan ko'klazidan birini to'g'rab, azroq pomidorni chanib olamiz. Piyozni inchik to'g'rab, azroq so'ng piyozni ushshaqlaymiz. Muvofiq kalgo'shini nepiz yapaloqlab to'g'raymiz. Qozonga muvofiq may qo'yib, may qiziganda go'shtni sep rangi o'zgargich qo'raymiz. Arkadan so'ng piyoz va piyozni sep yumshag'ich qo'raymiz. Pomidorni sep cho'ng ustamning lag'man tetqusidan yarim bo'loq sep, ondan shenjovni sep mezlik purqich qo'raymiz. Mogoni sep tiriklik yo'qug'ich qo'rib bo'lgandan keyin bir qo'shib tuz, azroqdan ahmoch, hajovfin va zira selib ta'mini tangshaymiz. Arkadan qozonga suv quyib, suv qaynaganda bo'shotga tangshab 4-5 minut qaynatamiz. Vaqt to'shqanda ko'klazini silib, samsaqni silib, cho'ng ustamning 100 yillik qadimiy resep bo'yicha sap ochliqdan 180 ko'ychilik yasagan ochiq suydan bir qo'shib qo'yamiz. Ondan 20 sekund qo'rsaqla bu seyimiz bitib chiqadi. Lag'man chizimizni tartib, suvda pishirib, suzib elib, so'g'uq suvda 2 qitim shallab tayyor qilib qo'yamiz. Arqadan seyimizni chiroyli qusib saqlab, Mogo lag'manimizni bitib